Do'stlar, bugun mana olovli to'qnashuv. Farg'ona bugun yonadi. Ko'rib turganlaringdek. Assalomu alaykum. Biz Farg'ona shahar Istiqlol stadionidamiz. Bugun Neftchi va Andijon klublari o'ynaydi. Demak bu Vodiy derbisi. Do'stlar, bugun Farg'ona yonadi. Mana ko'rib turganlaringdek bu Vodiy derbisi. Farg'onani Neftchi klubi bilan Andijon komandalari o'rtasida olovli to'qnashuv bo'lishi kutilmoqda. O'yin boshlanish vaqti soat 5:00 da. 17:00 o'yin boshlanadi. Mana Neftchining ashaddiy muxlislari. Bu yoqda Andijon komandasining ashaddiy muxlislari tashrif buyurgan. Futbolchilarimiz ham tayyorgarlik jarayonida.